Endi ko'ramiz qani. İkinci bitti alışık oldum. Yani ağzını 5.000 satmamız gerek. Ya 5.000 buldun mu? Ya şimdi 3.000 satmak için satamayız mı? 3.000. 5.000 satamışsınız de. 4.000 dolar yaratın ne böyle? Yani. Ya endi bu 4.000'ga 2 işe çıkaman. 2 tane 5.000'e satsa 10.000 bo'ladi ki 10.000'i 5 satsan ki 5 tane satamiz deb yo'q bo'ldi. Biznesmen mi belki? Ben bu satadigan biznesmen. Necha sotamiz turishgan? 4.000 yani. İkitasi 4.000 deb nega? İkitasi 4.000? Bo'ldi. Ortalıkta 10.000 sattım. Ortalar уже bana 10.000 ya. Endi уже 5 turishga olib chiqaman. Erkak albatta Allah ko'rsin. Videodan çok Oy. O'zi bu nechi kishilik ekan? 2 kishilikmi shu? Rahmat. Omon qolgan nima qilamiz? Qo'shnidan suyagini yuborib olamiz dastavkadan. Mazza qilar ekanmiz-ku. Boylar shunday deyishadi, to'g'rimi? Boylar. O'sha rahmat sizga to'xtatgan nimadir kelib chaqiramiz. Menga hisob berasizmi? Mayli, operator ham hurmatli bor, operator ham odam o'to'g'rimi? Menga o'rtoqlik bizga yoqimli ishlar. Tushunmagandim. Toshkentga shunaqa tepadan qarab, qo'ynat restoranidagi eng qimmat ovqatni yeb o'tiraman deb. Puldan muammo yo'q. Satamiz mı? 5.000 mi satamiz? Satamiz mı? Satamiz mı? Yok tamam. Neçe satamiz? Yok da bizde de. 5.000 ya? Biz ketdik, kunimizni davom ettirishimiz kerak. Hozir shu so'raymiz. Menimcha 700 mingdan oshgan. 700 mingdan oshgan deb o'ylayman. Hozir bizga ketishdiki bu за счет заведения ekan. Biz hozir pul to'lamas ekanmiz. Seriyozdanmi o'qishinglarni? Uyga sabr qo'rardim. Mayli. Bizga bo'ladi. Bo'lamiz. Pulimiz qoldi. Hozir ortiq qolgan pulimizni indamanda bitta ideya bor. Tashqariga chiqaylik. Kim biladi unda? Qancha o'rtoqlar bir pulimiz bo'lmasa ham, zato ba'zi qonunlarga bog'langan yuribmiz. Ya, mana shu ishlarni sotish kerak. To'rttasi qoldi, hozir bizda 5.000 pulimiz bor, to'rtirishganimiz bor. Bular har bir 5.000 sigam, to'rtga 20 albatta. Chihuahua. Mani qornim to'ydi. O'zinglar ko'rdinglar. Restoran o'zi bizning shotimizni to'lab yubordi. Chihuahua. Soltu som. Hozirman ko'chada